Gulkaram pishirishni bilmaganlar uchun bugun gulkaram tayyorlaymiz. Assalomu alaykum barchaga azizlarim. Eng avvalo gulkaramlarni mana shunday o'zini suvga solib, yaxshilab qaynatib olamiz. Tuz solamiz suvga albatta. 15 daqiqa qaynagandan keyin kimnikidir 20 daqiqa qaynaydi. Gulkaram juda ham tez ezilib ketadi. Shuning uchun diqqatliroq bo'lasizlar. Mana shunaqa tagi setkali biron idishga solib qaynagandan keyin suvlari qolmaguncha 15 daqiqa mana shunaqa setkali idishda ishlab turamiz. Men gulkaramlarim uchun 6 dona tuxum ishlatdim, chunki meni gulkaramlarim juda ham katta gulkaram edi. Gulkaramni kichkinaroqlar 4 ta ishlatishim mumkin. Tuxumli bo'lsa mazali bo'ladi. Bu tuxumni ichiga zelen aralashtirirsalaring yoki pripravalar aralashtirirsalaring bo'ladi bemalol. Mana gazga mana shuncha yog' qo'yamizda gulkaramlarimizni tuxumga bulab yog'da qizartirib olamiz. Kimdir un aralashtirar ekan, men uni aralashtirmadim. Hech qachon uni aralashtirib pishirib ko'rmaganman tayyorlab. Kimlardir un aralashtirar ekan lekin. Gulkaramim mana shunday katta bo'lgani uchun men ko'proq nima qildim? Tuxumdan foydalandim. Mana gulkaramlarim pishib chiqdi. Unaqa qizarib emas, mana shuncha o'rtacha qizillikda bo'ladi. Hammasini ana shunaqa pishirib olaverasizlar. Qizlar, bu juda ham tez tayyor bo'ladigan taom. Uzog'i bilan yarim soatda tayyor bo'ladi. Juda ham mazali. Xohlaganlar tayyorlab ko'ringlar. Buni odam organizmiga ham juda ham foydalari ko'p. Xohlaganlar salat qilib yesa ham bo'laveradi. Kimdir yog'li narsa yeyishni xohlamaydi, dietada bo'ladi. Ular salatini tayyorlab yesa bo'ladi. Mana gulkaramlarimiz tayyor. Qizlar, albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha qizlar. Allohimga omonat sizlar hammalaring.